Aka, 25 ta ona bola, 75 ta bo'g'ozi, 23 ta egichisi bo'g'oz qo'ydi narxiga beraman. 25 ta qo'z tekinga aka shu. Mana akalar. Xudo xolasa bunaqa bonuslar bilan bo'lmagan qo'zilarga 1 so'm pul olmayman. Mana shunday bo'g'oz qo'yin narxiga berib yuboraman deyaptilar. Soni 100 boshmi buni? Soni 100 bosh aka. 25 bosh qo'zilarga. Akalar ko'rib olaveramiz. 100 bosh Qashqadaryo viloyati G'uzor tumanida Surxondaryoni Bobotog'idan hisori qo'ylarimiz yetib keldi akalar. Surxondaryolik ukalarimiz o'zlari mana shu yerda turib, sifatli qo'ylarni Qashqadaryo xalqi, nafaqat Qashqadaryo xalqi, butun O'zbekiston uchun yetkazib beryaptilar. Xalqqa qilayotgan xizmatlaringiz bundan ziyoda bo'lsin, xalq o'zi ko'rib turibdi sizni. Endi buni nech puldan deymiz? Aka 6 million 200 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka qo'zi tekinga. Mana akalar 6 million 200 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastavka qo'zi tekinga, egizchilari ham puli xudo xolasa shu narxga ketdi akalar. 23 bosh egizchisi bor aka. Mana akalar. Mazza qilsa xalqimiz mazza qiladi. Gap yo'q. Akalar ko'rib olaveramiz. Mana shunaqa sifatli qo'ylarimiz sotuvda. Endi buni narxini ham bitta o'zingizdan nima qilaylik? 6 million 200 ming so'm O'zbekiston bo'ylab dastavka. 6 million 200 dan keyin gapdan qaytish yo'q. Gapdan qaytish yo'q. Yana ham oldim degan odamga xayrini qilib beraman. Men Mana xayrdan akalar. ketsa yaxshi deyman. Gap yo'q. Akalar mana yana savdosi bor. Dastavkasini ham qilib berishadi. 6 million 200 ming so'mdan 100 bosh qo'yimiz ketdi akalar. 10 ta olasizlar, 5 ta olasizlar, bitta olsalaringiz ham o'zlari aytgandek odam ajratmaymiz aka, sotaveramiz deyishdi. Akalar, pastda nomer turibdi, tezroq telefon qilib baraka qilib olamiz. Holatini ko'ryapsizlar, kashtaligini ko'ryapsizlar akalar. Endi sizlardan bitta like bilan obuna tugmasini bosib qo'yish qoldi akalar.